Так, dальше bariatriyani men sudga bermoqchiman. Nima uchun? Eshitdinglar gapimni oxirigacha. Meni ozdirib, kiyimlarimni katta qilib olgani uchun. Shimlarim yo'q. Hech qaysi to'g'ri kelmayapti. Уже mana 12-13 kilo vес tashlaganman. O'shani o'ziga ham shimlarim katta bo'lib qolgan. Va mana 40 necha kun bo'ldi oshqozon operatsiyasi haqida ma'lumot beradigan bo'lsam sizlarga, qildirganingizga afsuslanasizmi deydigan odamlar uchun yo'q. Qildirganim hech ham afsuslanmayman. Agar yana o'sha paytga qaytib qolib, oshqozon qildirasanmi desa, albatta deb aytgan bo'lardim. Qiynalayotganim yo'q. Mana 40 necha kun bo'ldi. Men sizlarga aytdim, keyinroq rezultatni aytmadim. Orada boshim aylandi, teri qurishi bo'ldi. Bu narsani haqiqatan oldindan boshda aytishga, dieta tutgan odamda ham vitamin kamayadi. Xuddi shunaqa. Ozgina lechina oldim. Mana hozir уже o'tib ketdi. Aytmayman, mana boshim aylanyapti deb. Уже o'tib ketdi, Xudoga shukr, yana moslashdim. Ves bo'yicha sal qotib, obyomdan ketib, sal qotib, lekin mana shunaqa tashavyapman. Kundan kunga o'zimni sevishni davom etyapman. Yana nima ma'lumot aytay sizlarga?